Barchaga salom obunachilar. Sizlar yaxshimisizlar? Sizlar bilan yana men Fiko va obunachilar bugungi yangi video roligimizga xush kelibsizlar. Bugun yana o'sha qishloq hayotidamiz va qanaydir bir nima deydi? Ovozlar kelib yotibdi tashqaridan. Bilmadim, hozir ishimizni firmamizga qaraymiz va ko'ramiz qanaqa ovozlar kelyapti. Menimcha jitellar juda ham gaplashyapti. Voy. Tushunmadim. Qanaqa qizil nima deydi? Chiziq bu. Hoy, Mer, meni eshityapsizmi? Xullas, bugun hamma yashil. Mana shu qishloqning yarmi endi menga tegishli, tushunishdingmi? Bu tomoniga o'tsang, adminga aytaman va u bittadan o'ldirib yuboradi senlarni. Tushunmadim. Oy, shetillar Mer nimaga bunaqa qilyapti? Peko eshitmadingmi? U qishloqni yarmini sotib olibdi. Sotib olibdi? Kimdan sotib oladi? Eshitmadingmi? Prezidentdan o'sar. Prezidentdan? Ha, u shunchaki mer, qishloqqa egalik qila olmaydi. Endi qishloqni o'zini puliga sotib olibdi. Endi u qishloqni yarmi uniki-emish. Bo'lmasam sizlarni uylaringchi? Mani yaxshi narsalarim shu yerda ekan, lekin sizlarning uylaringga nima bo'ladi? Bilmadim, u hozircha fikridan qaytmoqchi emas, lekin biz narigi tomoniga o'tsak, u bizni o'ldirib yuborarmish. Nimadir qilib, bu fikrdan qaytarib, mana bu qizil chiziqni buzish kerak. Yaxshi, oddiy buzsak bo'lmaydimi? Hozir to'xtanglar. Men hozir o'zimni kirkamni olib kelaman. Kirkamda bemalol buzib tashlasak bo'ladi. Bu oddiy narsa-yu, shunchaki oddiy narsa. Oddiy blok. Mer, qarang, hozir buni buzib tashlab, shunaqa zo'r narsa qilaman sizga. Voy! Nima bu buzilmayapti? Orqadan kelish kerak ekan. Qochish, eshitinglar, qo'shib turinglar. Voy palakat. Voy Mer, bu qanaqa blok? Bu obsidian, shunchaki qizil chiziq deb ko'rinadi, tushunyapsanmi? Buni menga admin qo'yib berdi. Admin? Voy palakat, shetellar. Agar bu blokni admin qo'ygan bo'lsa, endi bu yerdan bu yoqqa o'ta olmaymiz. Nima qilsak bo'ladi? Kimda biron bir g'oyalar bormi? G'oyami? To'xta, menimcha atrofni aylanib o'tsakchi. Atrofidan? Yaxshi g'oya. Mana bu tomondan o'tsak nima bo'ladi, Mer? Mana bu yer ochiq. Bemalol o'tsa bo'ladi, menimcha. Voy. Tushunmadim. Voy, o'tib bo'lmayapti. Bu tomondanchi. Ana bu tomon pastroq. Voy. Yana biroz o'tib bo'lmayapti, mana otam ana qilib. Voy palakat. Narigi tarafga o'tib bo'lmaydi menimcha. Nima qilamiz? Voy chinursan. Jetellar, narigi tarafdan ham o'tib bo'lmayapti. Niko, bo'lmasam yana bir chorasi bor. Qanaqa? Aytchi tezroq. Xullas, hali men admin bilan men gaplashib turganini eshitib qoldim. Xullas, unda mana bu blokda hech narsa buza olmaydi, ammo TNT portlatsa bo'lar ekan. TNTdami? Demak, hozir bizga TNT kerak. Lekin TNTni qayerdan topamiz? U juda ham qimmat turadi. Men bir amaki bor, xullas shunaqa TNTlar yasaydi. Senga arzonlashtirib beradi. Bitta Lochin jiyaningizdan telefon qilib desak beradi. Lochin, aytgancha sening isming Lochin-da? Ha, xuddi shunaqa. Xullas, o'shani olsak zo'r bo'ladi. Okey. Qachon telefon qilaman? Nomerini ayta olasanmi? Ha, yoz 9981. Shumi? Ha. Ismi nima? Ismi Sobir. Sobir aka desam tushunadimi? Ha, tushunadi. Xullas, TNTlarni dastlabki qilsak bo'ladi. Bir kunda keladi. Bir kunda? Okey. Mayli, bo'lmasam narigi tomonga sizlarga yordam beraman.
uylaringga o'zlaring qayta olasizlar. Ungacha xohlasanglar mana bu kimni uyi bu? Xolos bitta qo'shnimni uyi ekan. Ammo xohlasanglar menikida yoki mana bu katta g'ishtin uyda ham yashasanglar bo'ladi. Hop, men hozir endi fermaga qarab olishim kerak. Chunki bizga ovqat kerak. Ancha muddat, menimcha, internetda bir kunda keladi deyildi. Shuning uchun bizga ko'proq ovqat kerak bo'ladi. Hop, obunachilar, o'zingizlar nima gap, yaxshimisizlar? Biz qishloqda ko'rib turganinglardek ancha talofatlar bo'lyapti. Mana shuning uchun anaqa qilishimiz kerak. Mana bu yerda ham qaranglar, nima ular gaplashib yotishibdi. No, mayli, biz ishimizni qila olamiz, chunki qila olamizmi? Qilishimiz shart, chunki bizga ovqat kerak. Judayam ko'p ovqat zarur. Zarur va shart, qat'iy shart bo'ladi. Okey. Okey, bo'ldi. Endi voy, palakat, ani firmaga ham sotuvchiga ham o'tolmaymiz-a? Ha. Bo'pti, bo'lmasam, jetellar, sizlar shu yerda turib turinglar, menda hozir boltam bormi? Voy, palakat, boltam ham yo'q ekan. Mana bu qo'shnimning uyida bormikin? Yo'q, bu yerda ham yo'q. Mayli, bo'lmasam, tak. Bo'lmasam, men ozgina survival qilib, sizlarga mana bu yerga uy qurib bera olay. Keyin telefon qilamiz, maylimi? Uyim bo'lmasam, davay, hozir qilay. Jetel, ismi nomerini aytib bor. Aytdim-ku boya 9981. Yo'q, ham bo'ldi. Biz telefon qilamiz. Okey. Naqa ketyapti. Allo, yaxshimisiz? Ismini ayting. Aka, yaxshimisiz? Nima gap? Xullas, 13-qishloqqa TNT kerak edi. TNT nechta? Nechta? Hozir qo'ymay turing. Jetel, nechta TNT kerak? Bu anaqani buzgani. Menimcha 20 ta diyor. 20 ta, okey. Aka, 20 ta kerak bizga. Olib kela olasizmi yoki dastlabki? Dastlabkiga beraman. Hozir ishlarim juda ham ko'p. Okey. Necha kunda keladi? Bilmadim, menimcha bir kun ketadi. Okey, bir kun bo'lsa, necha pul bo'ladi aka? Aka, senga puling bormi? Oldimda, lekin pulim yo'q. Mayli, puling bo'lmasa, oddiy daraxtga ham almashaveraman. Daraxt. Okey, hozir sizga daraxt kerak bo'lsa, nechta daraxt? 20 tadan nechta daraxtga aylanadi? Menimcha 30 ta bo'ladi. Ha, 30 ta. Okey. Manzilni aytaveraymi? Ha, o'sha dasturxonga berib yuborasan, tushundingmi? Xo'p, manzil 13-qishloq. Okey, просто 13-qishloq. Shu yerga naqlasiz. Uyimning raqami 40-uy, xullas Niko degan odamga tashlab beraverasiz. Mayli, bo'pti. Xo'p. Obunachilar, endi bizga 30 ta daraxt kerak. Yana tag'in anaqam ham yo'q, nima deydi? Boltam ham yo'q. Nimada chopaman hozir? Mayli. Qo'lda chopib, xullas survival ishlarimizni amalga oshirishimiz kerak bo'ladi. Bunaqa payt versak yasaymiz. Mana bu yerga qo'yib olamiz. Keyin obunachilar, o'zingizlarda yaxshimisizlar, tushimsizlar? Albatta kommentariyada ham yozib qolib, obuna bo'lib qo'yishinglar обязательно. Chunki 1000 ta obunachi bo'lishimizga 400 tami qoldi. Da. 400 ta obunachi va 1000 ta bo'lamiz, keyin chotki bo'ladi, bolalar. Zo'r bo'ladi. Hop, endi mana bunaqa qilib tosh olib olishimiz kerak. Shundoq tosh olamiz. Keyin toshdan bolta yasab, bam 30 ta yog'och va bo'ldi. Keyin bir kundan keyin sizlar bilan kamerani o'chirib, bir kundan keyingi anaqani yo'qaman. Tap yetadi. Hop, endi mana bunday qilib. Okey. 30 ta kerak-a? Qiz 30 va nihoyat. Bersak mayli, bersak shu yerda turaversin.
Obunachilar oxiri qildik va hali ham gaplashib turishibdi. Bilmadim nimaga bunaqangi ko'p gaplashyapti hali. Ha, obunachilar endi bularni qurib qo'yma. Yaxshi. Hop, bularni sandig'imizga solib qo'yamiz. Bularni ham. Okey. Telefonimiz qolsin va endi ozgina telefon tutib yoki kanalimizdagi o'zgarishlarni ko'rib, obunachi keldimi yoki yo'q, shularni ko'rib o'tiramiz. Men bir kundan keyin kamerani yoqaman. Xullas, hozircha kamerani o'chirib turamiz. Hop, notga kirib. Obunachilar hozir xullas bir kun o'tdi. Va hozir menga telefon bo'ldi o'sha akadan. Dastavchi ketdi va hozir menga daraxtni berib yuborib, hozir portlatib, shitirlarni o'zini tomoniga qaytarib yuborishimiz kerak. Okey. Demak, bizga ana u yog'ochdan olamiz. Ana turibdi ekan. Aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, sizgami? Ha, menga. Mana bu aka orqa kapotga solib qo'yiraman. Yana bitta tinti bor ekan, bu kimga? Bu boshqa shaharga, shaxs degan bolaga. Shaxs? Okey. Meniki mana shu sandig'idan. Ha, buni olishingiz mumkin. Aha. Rahmat aka, ketsangiz bo'ladi. Aha, charchamang. Hop. Endi bizga zajigalka kerak, zajigalka bor ekan. Obunachilar bo'lmasam portlatamiz. Let's go. Menimcha mer uxlayapti. Jitellar mer qani? Mer manimcha uxlayapti, xurrak eshitilyapti. Shu yergacha ham eshitiladi, ko'ryapsanmi? Lekin menga eshitilmayapti. Mayli, quloqlar zo'r ekan shekilli. Ha, mana shu yerdan portlatsam bo'laveradimi? Ha, tezroq bo'l. Xo'p, shoshilmasanglarchi. Okey, mana bu yerga bitta qo'yamiz. Bu yerga. Hoppa. Shu yerga bitta qo'yib, texnologiya qilib mana bunday chiqib, ketib ballariga ham qo'yib tashlashimiz kerak. Hoppa. Chiqib. Yaxshi. Tepasiga ham qo'yib tashlashimiz kerak. Mana shu tepasiga ham bitta qo'ydik. Yana ham teparoqqa qo'yishimiz kerak. Yana. Okey. Hozircha mana shu joyi yetadi. Ha, menimcha yetadi. Portlatib beraymi? Hamma tayyormi? Ha, tezroq bor, uyga borib ovqat qilishim kerak. Mayli. Bo'lmasam ketdi. Hamma qochinglar. Portlasa. Voy. Bam. Wow, oxiri mana teshildi. Yaxshi, ana ularga hech narsa qilmabdi. Janob, yaxshimisiz? Xullas, jitellar mana va nihoyat mana portlatib, bemalol o'tib ketsanglar bo'ladi. O'tib ketsa, o'zingizlarning ishlar bilan shug'ullanib, yana aniq qilsanglar bo'ladi. Balkim merni almashtirarmiz, balkim sudga ariza yozarmiz. Nima deysizlar? Mayli, bo'lmasa men hozir kelaman. Obunachilar bilan xayrlashib kelay. Okey. Xullas, obunachilar, bugungi video shulardan iborat edi. Agar sizlarga video yoqqan bo'lsa, like bilan obunani bosib, o'z fikringizni kommentariyada yozib qo'yishni unutmanglar. Men albatta o'qib chiqaman hammanikini. Javob yozmasam ham albatta oldiga like bosib qo'yaman va kommentariylarga. Bo'lmasam video yoqqan bo'lsa like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Hammaga xayr.